Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Eng ko'p so'ralgan savol Telegramdan ham so'rashadi, Instagramdan ham ulgurganimcha javob beraman, ko'rsataman. Ba'zi payt hattoki istoriyaga ham qo'ydim, guruh ochib, link qilib istoriyaga ham qo'ydim. Ko'rganlar ko'rishdi. Eng ko'p so'ralgani 6 santimetrli bantovkani qanday terasiz deyishadi. Juda ham oson. Mana hozir shunaqa tikishga to'g'ri kelib qoldi. Shu bahona ko'rsatib o'taman. Eng birinchi ikki yonini to'rga to'rt yoki 5 ga 5 qilib cho'klab olamiz. Bo'y olingan bo'lsa etagini ham. Keyin tayyor bo'lgandan keyin razmeriga solamiz. Matoni ikki yonini qayiltirib tikib olamiz. Dazmoldan to'liq chiqaramiz, sababi bantovkadan keyin dazmol qilish qiyin bo'lib qoladi. Mana shu jarayondan keyin menda tayyor kvartiramning eni 2,70 qoldi. Menga 90 cm tayyori kerak. 2,70 dan men 90 cm ga bantovka hosil qilishim kerak. Bantovkamning enligi 6 cm bo'ladi. Demak, har bir 6lik bantovkada menda 15 ta bo'lishi kerak, shunda 90 cm bo'ladi. 2,70 ni men 15 ga bo'laman. Har bir bantovkaning oralig'i menda 18 cm dan tushadi. 15 dan 18 qilib, mana o'chadigan ruchka bilan belgilab olamiz. Mana belgilab chiqdik. 18 18 18 qilib. Keyin birato'la tikish uchun mana 5 cm orqaga qilib qayiltirib dazmol qilib oldik. Chanel matosi titrab ketadi, shuning uchun overlock qilib oldim. Va mana shu holatda endi bantovkani birato'la terib ketamiz. Siz xohlang o'zini alohida tikib olib, keyin karsaj tiking yoki birato'la karsaj tikib ketishingiz ham mumkin. Shu jarayonni ko'rib chiqamiz. Birinchi bantovkamizda mana 9 cm yarmini olib olamiz. Buni yuzi uchun yana 3 cm qo'shamiz. Mana shundan qolgan qismini orqaga qayirib olamiz. Demak, mana bu mana 3 yana 6, mana 6 ni belgilaymiz. Mana shu 6 ni bu 18 belgilaganimizga qo'yamiz. Bizda birinchi 6 cm bantovka hosil bo'ldi. Keyingi 18 ni o'rtasini topamiz. 9 va 3 cm belgilab, mana shu 3 ni bu tomonga olib boramiz. Yonma-yon tikib, mana shu joydan yana 3 va yana 3. 6 belgilaymiz. Bu mana shu bantovkaning yuzi bo'ladi. Buni yana mana shu joyga olib kelamiz. Keyingi 18 belgilaganimizga olib kelamiz. Mana shunaqa qilib hamma bantovkalarimizni tikib olamiz.
Mana bantofkalarimiz tayyor. 8, 10, 12, 14, 15 ta mana. Endi bunga birato'la korsaj tikib, tagini ham tikamiz. Mana orqalari ham bir-biriga keladi, uchrashadi. 3 barobar bo'lganligi uchun, 18 bo'lganligi uchun. Ustki tomondan tikkanda bir xil chiqishi uchun bu diba korsajni mana bu ipini yo'nalish qilib olaman, bo'rtib turgan bo'ladi. Shuni tagidan labkani qo'yib tikib ketaman. Lekin mana shu ikkita bantofka uchrashgan joyida bitta orqaga oldinga yurilsa, ilinganda orasi ochilib qolmaydi. Shunday qilib bir xil qilib oxirigacha tikib olamiz.